Assalomu alaykum hammaga. Hozir ko'chada ketayotgandim. Qiziqarli bir narsaga duch kelib qoldim. Bir tanishim so'raganda, Xitoyliklarda ham obodonlashtirishda ishlaydiganlar bormi deb. Bularda ham bor. Bularda ham supurgilari ham bor. Shunaqa hamma narsasi bor. Hozir o'shanga duch kelib qolgandim, shuni ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Faqat o'zi yo'q ekan. Bu yerda mana supurgilari ham turibdi. Lekin o'sha obodonlashtirishda ishlaydiganligi mana shunaqa motorollerli mashinkalar olib berib qo'yishgan. Shu bilan to'xtovsiz tozalab yuradi hamma joyi. Bitta ko'chada qolib ketgan har bir narsani terib olib ketaveradi, mana shunaqa narsalar bilan. Qoyil qolasiz. Shu bilan aniq qilib qo'yganligini. Mototsiklda. Bizga ham shunaqa texnikalar kerak deb hisoblaysizmi? Fikrlaringizni kommentlarda qoldiring. Hammaga rahmat. Videoga like bosish ham esda chiqmasin. Hozir ko'rib turganim birdan o'zi yo'lda uchrab qoldi. Mana ko'rib turganingizdek brat mashinasi va mana tozalash jarayoni kechyapti. 我看见你上了他的车，我听见你喊他干爹，你讲你也喜欢我，但是我只是我开来飞我。